Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitapta biz bugün taharetki münasebetlik bölümlerde bir adam özün dostunu yoki boshqa bir musulmon qarindishiga taharet aldırıp qo'ysa qandaq bo'ladi degan mazmun haqida to'xtalamiz. Buniki hukmi qandaq, buning tafsilotini biz hadisniki o'zidan ko'rsak yaxshi. Bu 181 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muhammed ibn Salam hadis sözlep bergen idi deydi. Bu zat İmam Bukhari'ninki en meşhur ustazlardan Muhammed ibn Salam el-Baykandi deb öttü. Hazırki Özbekistan'daki şu Kazakistan'a çigara yani Bukharaga yakın bir rayonda Baykent deb atıldı. Şu yerdeki meşhur ustazlardan. Demek bu zat İmam Bukhari'ga Mavara Nehir'de Türkistan diyarlarında hadis ilmini üretken büyüklerden. 5 mındak hadisini yadı biletti deyildi. Bu adamın özgü layık meşhur eserleri var. Hem ondan başka İslam dünyasındaki nüfuzluq şairlerini bu adam kezgen. İlim ügünüş için, hadis ügünüş için. Bundan başka ilim ügünüş jarayonida da 40 ming dinar yoki dirham pulni ügüniş için sarf qilib, keyin yani 40 ming pulni men shu ilmni taqtish uchun sarf etgan deydi. Undaqda bu ulamaga nisbatan elbetqa vaqtida kam nadir uchraydigan bir masala. Demek bu adam öz davridagi büyük bir ilim irfan sahiplerinden buludu. Bu kişinin tercümalı başta biraz ötken, şundaqda yana eskertişini to'g'ri tapdık bu yerda. Bu büyük allame deydi bizge Yazid ibn Harun hadis haber bergen idi deb. Bu kişimi Muhammed ibn Salam'ның ustazi. Undaqda İmam Bukhari'ninki çoğun dadı ustazi buludu. Bu kişimi aynı devirdeki büyük İslam'daki peşvalardan hafiz, muhaddis özü tabi'illah qatlımındaki büyüklerden buludu. Bu kişi bu hadisini hem de Yahya'dan rivayet kılıvatıda. Yahya kim o? Yahya ibn Sa'id el-Ansari namıyla meşhur boğan. Özü büyük tabi'in, hem faqih, Medine'nin aynı devirdeki muftisi. Medine'de meşhur ötken 7 faqih var. Tarihteki en meşhur. Şirladı dastan boğan. Ama muşu 7 faqihininki şagit buludu. Hem şencilik hadis ravilerden. Başta tercümalı ötken bir yana eskertişine doğru koyduk. Bu adam Musa ibn Aqaba degan kişiden hadis rivayet kılıvatıdı. Bu büyük allame özü Medine tug'ilgan, Medinede ölüp ketken. Muş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki hayatıga münasebetlik siyar, magazi deymiz. Gazat ilmi, Resulullah'ın tercümalı münasebetlik tarih ilmini en yaxşı biladigan şencilik. Hem onundan başka hadis ulamaları içinde büyük şencilik deb qaralgan büyüklerden. Bu kişininki şu bulapmı şu siyar tarix ilmida qo'shgan töhfasini zor. Bu kişi tabi'illar qatoridan sanıldı hem de bir neçe sahabeler bilan uchrashgan. Mesela Abdullah ibn Ömer, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik qatorliq. Bu adamninki Magazi namlı bir kitabı var. Bu kitapninki köp rivayetleri İbn Sa'd'ninki Tabaqat namlı kitabıda köp bayan kılıngan. Endi bu kişi Kurayb degan kişiden. Kurayb baş tercümalı ötken Abdullah ibn Abbas'ninki bir azatkarlardan. Bu kişi Osame ibn Zeyd degan sahabeden rivayet kılıvatıdı. Osame ibn Zeyd 18 yaş vaqtida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki tavsiyasi bilan Medine'deki bütün sahabalarga qo'mondan bo'lib, baş qo'mondan bo'lib Rim yani Bizantiya imperiyasiga urush qilgan adam. Hozirgi Iordaniyaniki Belqa, yani Saudiyaniki Tabukdan o'tgandan keyin Belqa deydigan rayon borda, shu yerda urush qilgan. Bu payg'ambarimizningki Beqvaga o'g'li Zayd ibn Harisningki o'g'li bo'ladi. Ham Rasulullohning do'sti, Rasulullohning do'stining do'sti deb nom bor. Bu kishi deydi hamda men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga su quyib beratdim deydi. Taharat ilayotgan paytlarda dedim ki ya Resulallah namaz o'qimli bu yerda desam namozni oldinglar degan dedi. Yani bu qachon bo'lgan voqea deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
haj qilgan paytlarda Arfatdan yeniyotgan paytlarda bo'lganda, hozir o'sha namoz o'qimdi deganda, ya Rasul payg'ambarimizdan so'raganda, namoz oldinglar degan. Chunki shom vaqti bo'lganda biz kungar zamatlam Arfatdan qo'zg'olib haj paytida Arfat kuni Muzdalifaga mangamiz. Şamның vaqti bo'lgan taqdirdami biz Şamni Arfat o'qimay Muzdalifaga kelib o'qiymiz. Shu paytda bo'layotgan masala bu. Bizga bu hadisga bo'lganki munosabatlik tarafi nima deganda Usama ibn Zaydniki mishada suv quyib berayotganligi, ya'ni xizmat qilayotganligida da taratni. Yani bu nima degan vaqtida bu endi durustligini bildiradigan bir so'z. Shunga Hanifi mazhabniki ulamolar su qo'yib berish, su akab berish degandek, su isitib berish. Mushta ishlarni boshqalar xizmatini qilsa bo'ldi tarat oldigan odamningki. Ammo uni ulab qo'yishga bo'lmaydi deb qaragan. Bizningki ballalari bo'lib qolsa u mayli, ammo yot bir odamni unda ulab qo'yishi to'g'ri emas deb qaragan buni. Bir qismlar yo'q, u kerak yo'q degan bo'lsa, bir qismlar yo'q deb cheklagan. Balkim bu cheklaganlarmi hamdalik yomonlik tarafga so'rilib ketmasin avval deb ayta deb qaragan bo'lishi mumkin. Bu to'g'riliq bir necha hadislar bor. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga suv qo'yib bergan sahobalarniki xilma-xil sahobalar rivoyat qilganda bu haqda. Bu jihatdagi hadislarning ayti sahihlik darajasi bor. Lekin bir hadis bor, o'zining ayt asli yo'q, mavzu hadis. Men tartimda men boshqalardan yordam talab qilmayman, ya'ni suv qo'yib berishni talab qilmayman degandek mazmunda bir hadis bor. Masalan, mening tartimda biror odamniki men bilan menga yordam berishni yoqtirmayman degan. Lekin bu hadisni ulamolar mavzu hadis deb qaragan. Undaqda bu bo'ladi demakda. Bo'lapmi masalan kasal, qari, ojiz odamlarga balkim buniki ajri bor deb qaraladi. Endi 182 numurliq bu hadismi yuqorqi hadisni to'liqlaydigan, mukammallashtiradigan hadis. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Amr ibn Ali hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Amr ibn Ali al-Fallas deb, mush Basrniki aytib buyuk jamoat arbobi, buyuk hofizlardan sanaladi. Bu İmam Buxoriy rahmetullohi alayhniki ustozi ham undaqda. Bu kishi deydi bizga Abdul Vahhab degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Abdul Vahhab ibn Abdul Majid as-Saqafi tarjima boshda o'tdi bo'lg'ay. Bu kishi dedi men Yahya ibn Saidning mundaq deganligini anglagan edim dedi. Yuqori hadisga Yahya ibn Said al-Ansari degan kishi shu Yahya deb rivoyat qilingan. Bu kishi hamda menga Sa'd ibn Ibrohim degan odam xabar bergan dedi. Bu kishi Abdurrahmon ibn Avfningki navrisi bo'ladi. Madinadagi ayni vaqtida o'tgan dangliq qozisi ham tabiin. Bu kishi Nafi ibn Jubayr ibn Mut'im degan odam bu odamga xabar bergan ekan. Nafi ibn Jubayr ibn Mut'im, Jubayr ibn Mut'im degan sahobining o'g'li. Undaqda bu kishimi tabiin deyishki bo'ladi. O'zi tabiin bo'lish bilan birga ishonchlik hofizlardan eng yaxshi kishi deb qaralgan. O'zi piyoda haj qiladigan, hatto tugisini yo'tlab, piyoda haj qiladigan odam ekanda. Sulaymon ibn Abdulmalikning keyin Umaviylar davrida 99-yili, Hijriya 99-yili o'lib ketgan. Bu kishi Jubayr ibn Mut'im degan sahobining o'g'li bo'ladi. Jubayr ibn Mut'im shu Quraysh jamoatidan bo'ladi bu kishi. Endi bu o'g'li Nafi'ga kelsak, ishonchlik, undan boshqa ko'p sahobalar bilan uchrashib, cho'ng tabiinlar bilan uchrashib, shularda hadis o'rgangan. Dadisidan, Oysha onamizdan qatorliq masalan. Undan boshqa ko'p tabiinlarga bu kishi hadis o'rgatgan. Islom qo'shgan tuhfalar zo'r. Endi bu zot Sa'd ibn Ibrohimga deb turibdi-da, Urvat ibn Mughirat ibn Shu'ba degan kishidan o'zining anglaganligini. Bu Mughirat ibn Shu'baninki o'g'li. Undaqda dadisi buyuk sahoba. Bu kishi undaqda tabiin bo'ladi. Demak, bular bir qurdoshlar bir-biriga deb turibdi-da buni. Bu kishi hamda o'zining dadisi Mughirat ibn Shu'ba degan kishidan hadis so'zlab yuqorqilar deb turibdi-da. Mughirat ibn Shu'ba payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir safarda birga bo'lib qolibdi-da. Payg'ambarimiz o'ziniki hojatiga chiqibdi. Ya'ni tarix sindiradigan bir avvalga chiqqan vaqtida Mughira sahoba
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a su koyup bergen edi ta'retilayotgan vaqtida. Peygamberimiz yüzünü, qo'lini yuvib, boshiga masih qilib, o'takki masih qilgan deb shunaq degan. Bu yerda boshqa masih qilgan deb rivoyat qilindi. Lekin ba'zi rivoyatlarda sallisiga masih qilgan deb rivoyatlar bor. Şoňlaşqa başqa rivoyatlarni asos qilib turib, Hanbali mazhabda soğaq paytlarda başqa masih qilmay, salligilam masih qilsimi durust deb qaraldi, ha. Şu o'taki masih qilish masalasini eng sahih rivoyat qilgan odam shu Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu, eng buyuk sahabalardan. Arablarning ichida nihoyat buyuk 4 dahi bor. Mutlaq danishmanlar. Bu danishmanning ichida Mughira ibn Shu'ba shu qatorda sanaladigan buyuk danishmanlardan. Dersimiz bugun musharakchi bo'lg'ay. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.